Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha Guesto AMC do'stlar, mening yangi videomga va yangi skinimga xush kelibsizlar. Do'stlar, bilasizlarmi, biz anchadan beri katta uzun video olmayotgan edik. Men o'zim shorts bilan ko'tarildim. Endi biz bu shortslarni kamroq qo'yib katta videolar qo'yishga harakat qilamiz. Men nimaga oralarda yo'q bo'lib qolyapman? Chunki vaqtim bo'lmayapti. Ba'zida ishga boryapman, ba'zida hozircha vaqtim yo'q. Shuning uchun katta video olib turaman va boshqa video qo'ymay turaman. Masalan, 1-3-2 kunmi. Sizlar kanalga obuna bo'linglar va videoga like bosishni esdan chiqarmang. Bo'lmasa men videoni boshladim. Do'stlar, har doimgidek men kechki payt polizni qarashga chiqqan edim. Janob mer ertalab qarab qo'y degan edi. Uxlab qolibman, esimdan chiqib qoldi. Shuning uchun hozir men fermalarga qarab, keyin o'zimning ishlarimni sekin davom ettirsam bo'ladi. Masalan, kompyuter sotib olishim kerak edi, ammo pulim yetmay qoldi. Shuning uchun janob merdan biroz pul so'rasam, nima derkina qiziqib ketyapman. Balkim berar, balkim bermas. Mayli, tezroq biz fermalarni qaraylik. Men katta video qo'ymaganimga 3-2 oylar bo'lib ketibdi. Shuning uchun endi katta video olaman. Tezroq. Oy, fermaga hech narsa bo'lmadimi? Endi esa bularni ekib qo'yishimiz shart, bo'lmasa yaxshiroq pul ola olmaymiz. Okay, bularni bu yoqqa ekamiz. Okay, guys, bro. Okay, endi esa bularni bu yoqqa ekamiz. Tezroq do'stlar, biz 800 ta bo'lishimiz kerak. Atiga 6 ta obuna qoldi xolos. Shuning uchun tezroq obuna bo'linglar. Sizlardan shuni so'rayapman xolos. Boshqa narsa so'raganim yo'q. Tezroq 800 ta bo'lsak yaxshi bo'larmidi deyapman-da. Mayli, tezroq ekaylik bu narsalarni. Ertaga soliqlarni bergani boraman janob merga. Keyin o'zimiz biror narsa qilishimiz mumkin. Xo'sh, bu mening shahamatli uyim. Mana u katta uyda yashamayman, o'zimning uyim ham katta. Do'stlar, kommentariyaga yozib qo'ying, bu yerga nima quray. Hozir soliqlarni podvalga tashlab kelay. Eski kravat. Bularni solib tashlaymiz. Hamma soliqlarni shu yerga to'plab, keyin janob merga olib boraman. Okay, bu ham turib turaversin, hozircha kerak emas menga. Juda ham charchadim do'stlar. Endi mazza qilib ikkinchi qavatda kompyuter o'ynayman yoki damni olaman. Okay, birinchi xo'sh, kompyuterga qarab qo'yaylikchi. Hammasi normalniy ekan. Oy, biroz do'stlar dam olib olay endi. Ertalab tushgandan keyin kamerani yoqaman. Voy, juda hamma zaxni uxladim. Oy, yaxshi. Bir barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Guesto AMC do'stlar. Yana tong otdi va biz sarguzashtlarni boshlaymiz. Qani bo'lmasam ketdik. Do'stlar, maza qilib dam olibman. Endi biz soliqlarni janob merga topshirishimiz shart va biz tezroq oylikni olamiz. Xo'sh, hammasini olay. Tezroq janob merga hammasini bersam, balkim oylikni 2 baravar ko'paytirib berar. Bizda shunaqa, hammasini to'plab olib borsak, bir oyligini 2 oylik qilib X tak beradi. Qanday mazza to'xtaladi. Mana bu yerda narsam qolib ketmadimi? Yo'q. Telefonimni anchadan beri topolmayapman do'stlar. Oldin video olganimda bunday uylar yo'q edi, to'g'risini aytsam. Bu uylarni shortsda ko'rsatgan bo'lsam kerak emas. Ba'zilar ko'rgan, ba'zilar ko'rmagan. Shuning uchun shortsni ko'rib ketsangiz oxirroqlardan bir 20 tacha videodan keyin chiqadi. Hozir biz mahalla idorasiga borishimiz kerak. Mahalla idorasi qaysi edi? Mana mahalla idorasi. Xo'sh, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Keldingmi Guesto? Yo'q, kelganim yo'q. Uyimda choy ichib o'tiribman, mazza qilib kompyuter o'ynab. Nima unda kelding? Tezroq qilyapsiz janob mer. Keldim oldingizga. Bo'pti, urushmaylik.
Nimaga kelding? Soliqlarni olib keldim. Mayli, ber tezroq. Janob mer, what the fuck? Normalniy tasha. Hop, janob mer, bilasizmi? Oyliklarni berasizmi? What the fuck? Janob mer, uzr so'rayman. Hozir tepaga olib tashlab beraman. Ay, jinursan, nimaga tashlab bo'lmayapti? Mana uni buzasammikin endi? Buzsam siz ketib qolasiz-ku. Ana, yaxshi malades, yana o'tir. Sakrab o'tirgansan-da. Mayli endi shunday qilib qiynalib bo'lsam o'taman desam bo'lmayapti janob men. Mayli, mashqqa tashlab ketaver. Xohlaganingcha otib. Mayli, mana mashqlarga tashlab ketaman desam, yana olinib bo'lyapti. Nima qilay janob men? Orqa derazani sindirasanmikin, ha? Yo, bilinman, normalniy joyga o'rnashmabsiz. Boru janob mer boru vashimiz ordingiz. Mana berdim soliqlarni. Oylikni berasizmi? Kechirasizmi? Oylik chiqqani hali hech kim olgani yo'q. What the fuck? Qachon berasiz oylikni? Qalaysan, Greso, yaxshimisan? Yomonman, tartishga yo'qol. Jinursin, qachon oylikni beradi bu mer? La'nat. Men ham zerikib ketdim do'stlar. Oylikni qachon olaman? Bu janob mera qachon iste'foga chiqadi? Boshqa janob merkalargina zerikib ketdi boru. Mana mol qayerdan keldi? Sen chiqib oldingmi? Mayli endi. Ketaver. Tak hozir mollarga ovqat berib qo'yish. Shetdan beraman, qaranglar. Buni senga. Davay ko'payishinglar. Mana senga. Voho, ketib qolding. Yo'qol endi chiqma. Mana isqitda ko'payganini qaranglar, bilet. Okey. Mana yopib qo'yay, bo'ldi, chiqmaylar. Mana qo'yib ketdi-yu. O'ldirib qo'ydim. What the fuck? Mayli, endi kechirasizlar. Bitta mol jalka emas ketishi. Yo'qol sen bor o'tlab keyin. O'zim seni uyga kirg'izaman. Okey. Voy, yomon siqilib o'tiribman. Mollarning suvi yaxshimi-da? Chotki ekan mollarning suvi. Nima qilay, podvalda o'tiraymi yo telefonim? Shu telefon o'rtog'im uyida qolib ketgan-ku. Borib olib kelishim kerak do'stlar. Telefonni olib kelmasam hayot yo'q. Bu kompyuterim eskirib ketgan, ishlamaydi. Ba'zida yonadi. Yonganda ham bir 20 minutcha turadi. Xo'sh, qo'shnilarim ketgan, hammasi dachaga aylangani. Da tezroq men borishim kerak. Meni telefonim Zikoning uyida qolib ketgan. Zikoning uyi mana shu tarafda. Mana shu yo'l bilan boraversanglar o'zi chiqadi. Uyi mana katta qilib qurib qo'ygan. Tak, mana keldik Zikoning uyiga. Ziko ketgan, to'g'risini aytsam, sekin kirib chiqaman telefonimni olgani. Menimcha iltimos shetda bo'lsin. Pechkani kim yoqib ketdi? Temir erityapti-kan bu. Jinursan, telefonim qani meni? Yo'q do'stlar, telefon yo'q. Nima qilamiz endi? Jinursan. Oy do'stim, qayoqqa tiqib ketding telefonimni? La'nati. Shu do'stim ham uyini isqit qilib o'tiradi. Qalaysan, mol, yaxshimisan? Menikiga borasanmi? Nima deyapsiz aytga? Nima? Qishloqqa boruvchi yo'lda. Shunday qilib yozib qo'yishadi. Desa, yangi skilmen 0 dan 10 ballgacha necha berasizlar? Xullas, kommentariyaga yozib keting. Men kimlar bilan videolar? Yaqinda men o'sha server ochyapman. U serverda obunachilarim bilan o'ynaymiz va meni videoimda kim qatnashmoqchi bo'lsa, kommentariyaga plyusni qoldirib ketsin, ya'ni plyus belgisini qoldirib ketsin. Tak. Do'stimning balkonchasidan sakrayimki, pul vashim siqilib ketdim boru. Okey, tomim yaxshimikin-da? Tomim yaxshi. Kerakni desam kira olmayman. Chunki bu yerda mana bunaqa zaborlar bor. Zabordan o'tish vashim qiyin boru. Endi do'stlar, biz tepaga chiqib siqilib o'tiramiz. Telefon yo'q. La'nati, mana shu noto'g'ri o'rnashganda. Tak, yopib qo'yaman va sandiqni ochaman. Bitta hech balo yo'q, bitta ham hech balo yo'q. Tak, betimizda yana bir bor yuboramiz boru. Ay, la'nati, zerikdim, nima qilsam bo'ladi? Tak, kompyuter yonibdi, yaxshi. Okey.
Na. Obunachilar normalniy obunachi kelyapti hozircha bizga normalniy. Va tezroq biz ko'payishimiz kerak. La'nati notebookdan kim telefon qilyapti? Ha, assalomu alaykum janob mer. Alaykum assalom. Bir kunda nechta salom berasan? Nechta salom bersiz beraveraman. O'ta nima deysiz? Gapiring tezroq. Xullas qarang, menga bitta garaj qurib ber. Nima qilasiz garajni? Xullas garajga narsalarimni to'playman. Bo'pti, hozir ketyapman. O'chiray telefonni, kompyuterni o'chirib qo'yishimiz kerak. Endi tezroq biz janob merning oldiga instrumentlarni olib borishimiz kerak. Ya'ni garaj qurib ber deyapti bizga. Tezroq olamiz garaj uchun narsalarni. Va eshiklarni yopamiz. Tepa yopiqmi? Tak. Bu yerni ham qulflaymiz. Yo'q, hech kim bu yerda hozircha biz daraxt chopib kelishimiz kerak va birozgina nima deydi, tosh olishimiz kerak. Xo'sh, biz bu qishloqni oldidagi daraxtlarni chopsak bizga shtrab keladi. Shuning uchun naryoqdagilardan olib kelishim kerak. Tak. Mana shu yerlardan olsak yaxshi bo'ladi. Okey. Do'stlar, mana men o'zimga yetarli resurslarni yig'ib oldim. Endi esa biz tezroq janob merga garajini qurib berishimiz kerak. Tak. Tezroq boraylik, tezroq. Videoni tezroq tugatishim kerak. Qo'llarim og'rib, ovozlarim tomog'im qirilib ketdi do'stlar. Yugurishim kerak. Da. Qalaysan, jitil yaxshimisan? Yaxshi. Chin ursin. Ammo bitta so'zni ikki marta qaytaryapti. Issiq uryaptimikin? Xo'sh, tezroq boramiz. Tezroq. Bo'l, yugur, oyog'ing bormi yo non yemaganmisan deyapman. Skinimga tak. Mana shu yerdan qurib yuborishimiz kerak. O'zi tekis ekan. Bularni toshga aylantiramiz. Vatta jin ursin, nima qilib qo'ydim. Okey. La'nati, shu qo'lim qiyshiqligidan yomon ezilib ketyapman. Borib tepaga chiqib qolishim kerak edi. Menga farqi yo'q. La'nat, tezroq buzil. Okey. Uje bitib qoldi. Endi esa bularni almashtirsam bo'ldi do'stlar. Uje garajimiz bitadi va janob mer o'zi qolgan narsalarni yasab oladi. Qo'li bor, chunki uni ham men ishigacha yasab berishim kerakmi endi. O'ng qo'li bo'lsam ham endi unchalik emasda do'stlar. Tak. Bu yerni bu yoqqa qo'yamiz. Bo'ldi. Mana bu ikki qo'yib qo'yamiz. Bitta loy qolib ketibdi. Buni qancha qo'ysak bo'ladi? Mana do'stlar, tayyor. Hozir aytdimdek qilib qo'yay. Okey. Tekinga qilib berdim buguncha janob merga. Keyingi safar 2 barobar qilib ko'paytirib beradi menga pulini. Kelishdik janob mer bilan. Mana do'stlar, uje garaj tayyor. Chotki chiqdi. Necha ball berasizlar shu garajga? Ajoyib chiqdi. Do'stlar, qaranglar. Shunday kiradim, aytgan narsalarni qo'yadi. To'xtanglar, men narsa nima versa yasab turib ishga qo'yib beraveray, kelinglar endi. Qani yasadim? Okey, yasadik. Mana hozir bunisini uzamizda, bu yerga buni qo'yamiz va mana tayyor. Уже chotki garaj bo'ldi. Sandiq yasab narsalarni qo'yib tashlayman, menga farqi yo'q. Mana o'zi nima qilsa qilaversin. Endi janob merni oldiga borib kelaylik. Janob mer, mana garaj tayyor bo'ldi. Mayli, keyingi safar oyligingni ko'paytirib beraman, ketishing mumkin. Mayli, xayr janob. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtataman. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta dona like va obuna bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Guesto MC bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha baby.